yo'q joydan sudga berib, uyni yarmini so'rab da'vo ariza kiritgan. Kechayda uyni ikkiga bo'lib o'tiribdi. Men bir xonada 3 ta bolam bilan yashar ekanman. U bir xonada ikkinchi zaks xotini bilan yashar ekan. Bu adolatdan mas'ul. Meni bolalarim ertaga mana ikkinchi zaksi bor, haqiqatdan Oksana degan bilan nima qilgan? Buni advokat Zabrozda men yordam so'rab poliklinikada uchotda turaman, yurak kasali bo'yicha. Men bu qog'ozlarim ham bor. Uyga kelib o'sha xotin ering boshqaga uylanib ketdi dedi. Sal-pal o'sha xotin kelib yordam berdi, rahmi kelib. Ering sandan yoshini topmaganman deydi. O'shani boshida o'ylash kerak edi. Lekin nechta xotin bilan yashadi sanoqsiz, bitta xotini ham o'sha qiz farzandni ham tug'ib bermadi. Alloh mening bu murojaatim Prezidentimizga, Saida Mirziyoyevaga, Oliy sud raisiga, ayol kishi, xotin-qizlar himoyachisi ombudsmanga, Ichki ishlar vazirligiga, bosh prokurorga murojaatim. Men Abdullayeva Janagul Tajibayevna 1972-yil 3-may oyida tug'ilganman. Chirchiq shahri Alisher Navoiy 3-uy 38-xonadonda yashayman. Men murojaat qilayotgan maqsadim 2000-yil Aleksandr degan yigitga turmushga chiqqanman. 2000-yil 2001-yil shu turmushimdan bir farzandim bor, Angelina degan qizim. 2002-yil Aleksandr Bekobodga turmaga tushib qoldi. Turmaga tushgandan keyin svidaniyaga chaqirdi, uchrashuvga borganimda bu zaks qog'ozlarini tayyorlab, hammasini tayyorlab qo'ygan ekan. Biz u yoqda Bekobod shahri FHD bo'limidan nikohni qayd etdik. 334-son dalolatnoma asosida. Shuning bilan yashab yurdik. Men qaytib keldim. U 2002 qamalgandan oxirgisi 2011 chiqdi. Oxirgisi ungacha u qamalib, har xil ayollar bilan yashab, u yoqda yurib, Toshkentda yashab, propiskasi Toshkentda bo'lib, ro'yxatda bizlardan xabar olmadi, bolamga aliment to'lamadi, bir so'm pul bermadi. 18-yil shu haqiqatdan meni xotinim bor, sen bilan zaksim yo'q, uydan nima qildim, o'zimni voz kechdim uydan. U sani uying, menga aliment so'ramagin, mana zaksim bor, meni qidirmagin deb Koreya davlatiga ketgan, uchib ketganman. O'shanga ishonib, mana shu kungacha uylarni ta'mirlab, bolalarni oyoqqa qo'yib yashab yurganimda hozir yoshim 53 ga keldi. Yo'q joydan sudga berib, uyni yarmini so'rab da'vo ariza kiritgan. Kechayda 24-aprel kuni sudimiz bo'ldi. Sudda yarim uy unga o'tdi, yarim uy menga qoldi. Shuni adolat topolmay bu murojaatni sizlarga yo'llamoqdaman. Bu uyda olishda meni xo'jayinimning yordami tegmagan. 2004-yil u turmadan chiqib, davlatga 20% nima deydi, ispravительный koloniyada ishlab yurgan paytida men bu uyni olganman. Undan menga bir so'm pul foyda ham bo'lmagan, bir so'm pul ham bermagan. Sababi mening o'zi bu uydan olishdan oldin bir xona uyim bor edi shu domdan. Ikkita qo'shni bir-birimiz bilan almashuvdik. Men uni ikki xona uyga o'tdim, u meni bir xona uyimga o'tdi. Shundan men shu 2002-yil 2004-yil may oyida birinchi turmush o'rtog'im olamdan o'tgan. 6 oydan keyin biz o'zimizni ulushimizni olganmiz. Men bolamning haqqini olganman. Ular menga $400 bergan. O'sha $400 bu uyda men ko'chib o'tdim. Ikki xonaga, qo'shnim bir xonamga, meni uyimga ko'chib o'tdi. Ustiga men $300 berdim. Oldi sotdi shartnoma asosida oldik. Birinchi ikki xonani menga oformit qilib berdi. Bir haftadan keyin bir dokument sal chatoq bo'lib qoldi. Уже ko'chib olganmiz biz. Oformit qilmasdan men ikki xonada yashab yurdim. Ular bir xona meni uyimda yashab yurdi. Shuning orasida birinchi очередь menga qilindi оформление, keyin bir haftadan keyin ularga qilindi оформление. Shu bilan yashab kelyapman.
Mana oradan 21 yil o'tibdi. Lekin Aleksandr bu yerga kelib yashamagan ham, kommunal xizmatlarga, soliqlarga to'lashmagan, o'zim to'lab kelaman. Ta'mir talab u edi. Yillar davomida o'zim 3 ta joyda farrosh bo'lib ishlab, bir yil oynasini qo'ysam, ikkinchi yil ikkinchi oyna qo'yib, mana shu 21 yil deganda mana remont qilganimga 1 yil bo'pti. Endi qiz uzatishim bor, bu deb xursand bo'lib, 3 tamiz 3 yoqda ishlab, endi o'zimizga keldik deb o'tirganda yo'q joydan foyda bo'lib, meni sudga berib, uyni ikkiga bo'lib o'tiribdi. Endi menga alam qilayotgani bu, men bir xonada 3 ta bolam bilan yashar ekanman, u bir xonada ikkinchi zaks xotini bilan yashar ekan. Bu adolatdan emas. Meni bolalarim ertaga qanaqa nimada bo'ladi tarbiyasi? Bu boshi to'g'ri kelmaydigan narsa. Dardimni kimga aytishimni bilmayman. Mana ikkinchi zaksi bor, haqiqatdan Oksana degan bilan nima qilgan, buni advokat Zaporozda men yordam so'rab darakchi oynaga borganimda ular qilib berdi, men chiqazib. Bu Oksana degan bilan 8-yanvarda haqiqatdan nikohdan o'tgan FQD bo'limidan Bektemir tumani. Bu tomondagi men 2002-yil Bekobod shahri FQD nimasidan o'tganman, 334-sonli bilan. Oksana bilan 1-son bilan qayd etgan nikohi bor. Endi bu Aleksandr o'zi kelmasdan advokat olib uyda bo'lib oldi. Qaror уже 5 kun qoldi chiqishiga. Telefon qilib kecha deydi, bir xonasida men yashayman xotinim bilan deydi. Sen deydi bolalaring bilan bir xonada yashayib, shunaqa bo'lib berdi. Sotsang, xohlamasang sotasan deydi. Men bu uyni sotgandan keyin yarmini u olsa, yarmiga menga bir xona uy ham bermaydi. 3 ta bola bilan men qaqib boraman. Menga alam qilayotgani, hamma jihoz ta'mirlarni o'z kuchim bilan qilgandim, ikkita qizim bilan. Bu aliment bermasa, 1 so'm pul bermasa, Koreyada yashab turib, mendan shuni talab qilyapti. Yana Aleksandrning Oksana degan xotini necha yillar kelib menga to'polon qilib, janjal qilaverdi, uyda bo'shat. Men bu haqiqiy zaksni ber, yo'q qilaman deb. Oxir men militsiyaga beraman seni. Beradigan joyga, qiladigan joyga qilaman deb, lekin uni adresini bilmayman, shu militsiyaga beraman degandan keyin kelmay qo'ydi uyga. Kelmay qo'ydi. Aleksandr bo'lsa faqat Koreyada o'tirib advokat tutib, faqat sudga berib yotibdi. Sud. Men hozir ishlay olmayapman. O'zim poliklinikada D-uchotda turaman, yurak kasali bo'yicha. Men bu qog'ozlarim ham bor. Ko'zim ko'rmaydi. Ishlagan pulim yarmi doriga ketadi. Lekin ko'zimdan bor, men har 6 oyda yotaman. Bitta joyda ishlay olmayapman. Sababi ko'proq davolanaman. Shunga sizlardan adolat so'rab, iltimos amaliy yordam berishingizni so'rayapman. Hozirgi kunda men sudga borishim bilmayman. Ishga borishim bilmayman. Faqat yugur oyog'im to'zdi. Men bu do'chotdan yurak bo'yicha turaman. Poliklinikamizni o'zimizning turar joyimdan ko'z bo'yicha, buqoq bo'yicha o'z dorgam pul nima qilamiz? Pulni topolmay kallam qotyapti. Mana shu paytgacha o'zim ishlab, o'zim boqib kelayotgandim qizlarimni. Qizim bor, hozir 23 ga to'ldi. Uzatishim kerak. Ona bunisi qanaqa bo'ldi deb o'tiribdi, o'qiydi. Ona men ishlayman, qaqa boramiz deydi. Qizim deyman, lekin bolalarimga yig'lamayapman. Qizlarimga aytibman, peshonamizdagi bo'ladi qizim. Mana shu paytgacha Allohim berdi. Yana beradi, sabr qilaylik, adolat qaror topar debman. Men qizlarim 12 yoshdan beri ishlab kelyapti, o'qimasdan. Men shuni o'qitib, remont ta'mirlamasdan nima qilganimda bolalarim o'qib hozir o'z nimasini toparmidi? Faqat ishlash. Hozirgi paytda meni ular dor-darmonimga yordam berib, men kommunal to'lovlarimni qilib kelyapti. Ikkita qizim, navaram bor 11 yosh.
Men alam qilib ketyapti shunisi. U berganda ham mayli edi Aleksandr bu uyni. Birovni nima topgani yuqmaydi deb mayli olsin deb berib berardim. Men bu uyni ta'mirlamasa shu pullarni yig'ib yengil stroykalardan olarmidim. Pul jo'natganda pul jo'natmadi, hech narsa xabar ham olmagan bizdan. Aliment ham to'lamagan, xabar ham olmadi. Bir narsa desa, faqat ugroza qildi, faqat nima qilib tashlayverdi. O'zi kelmasa xotini kelaverdi, shu Oksana degan. Olga Anatolievna degan xotin bilan ham yashagan, u ham kuydirdi deb aytadi. Uyga kelib o'sha xotin ering boshqaga uylanib ketdi dedi. Sal-pal o'sha xotin kelib yordam berdi, rahmi kelib. Ering odam emas deb. Nima qilsa, menga ham telefon qilsin deb aytuvdi. O'sha Olga Anatolievna Sergeli shahrida yashaydi. Yoshi katta ayol, shu bilan yashagan ancha yil. Undan keyin bu Oksana degan hozir faqat ustimdan kuladi. Sen bilan yashash zerikish bo'lgan, shundan yashayman u bilan deydi. Sen ichmasang, chakmasang, nimasi sen bilan qiziq deydi. Sendan yoshini topmaganman deydi. O'shani boshida o'ylash kerak edi. Hozir mana endi razvodga berdi. Men aytdim, uydan mahrum qil, o'zingni anaqa qil, men razvod beraman dedim. Yo'q deydi, men deydi, sen bilan razvod qilaman, men bu qo'limdagi zaksni aytsang, biladi, nima bo'lishini bilasan deb qo'rqitib kelyapti necha yildan beri. Oxir mana shunda men murojaat qilishga majbur bo'ldim. Mana bizning O'zbekistonimizda men qonunlarni o'qigan bo'yimcha ikkita ZAGS mumkin emasligi, muhtaram prezidentimiz ham ne только ikkita haqiqiy FQD bo'limidan o'tgan oddiy bir uyda, bir uy xonadonda ikkita ayol bilan yashashi o'zi katta javobgarlik bor, 3 yildan 7 yilgacha jazosi bor deb aytgan. Lekin bu O'zbekistonda yo'q narsani mani erim Aleksandr qanaqasi qilib olgan. Bu qayerdan keldi? Bu qanaqasi? Bu kim bunga yo'l qo'ydi? Men shunga tushunmayman. Necha yildan beri azob tortib, qiynalib kelyapman. Nega bizda menda unaqa qilib qo'ydi? Men shunchalik unga nima yomonlik qildim? Turmalarga faqat peridacha tashladim. Bolalarim bilan buxanka noyib suv ichib, unga peridacha tashigandim. Qilgan ahvolim mana shu. Bizani O'zbekistonda ikkita nikoh mumkinmish, mumkin emas, bo'lmagan narsa. Bu qonunga qarshi qilib firibgarlik bilan qildimmi bilmayman qanaqasi. Men buni kechada Sergelida oxirgi propiskasi ekan, Sergeli sudiga tashab keldim, sudyaga arizamni. Haqiqiy emasligini aniq qilib berishini. 4 marta ajrimga berdim, men ajrashmayman dedim. Men unaqa bilmadim-da xotin borligini, ZAGS haqiqiy borligini. Aytdim, qizimni uzatishim kerak. Men seni uydan haydamadim, erimni kutib yashadim, kutib o'tiribman dedi. Boshqa yer qilmadim dedim. Mana endi aytadi, sen deydi, menga ajrim bermadingmi? Meni ZAGSimni kimgadir ko'rsatsang o'zingdan ko'r, men buni sen qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Senga nima ham ZAGSxona ham berib qo'ymaydi. Bu ZAGSni sen kimsan o'tga dedi. Men hozir dedi, ertayin dedi, yana beraman ZAGS ajrimga dedi. Uni ajratib olaman-da, men haqiqiy ZAGSim bilan mana shu uyga kirib kelaman debdi. Angelina qizimni tuqqanimdan sen qiz farzand tug'ding deb mendan voz kechib ketuvdi. Men faqat farzandim o'g'il bo'ladi deb, o'g'il tug'ib beradi. Meni ertaga zurriyotim qoladi deb ketdi. Lekin nechta xotin bilan yashadi sanoqsiz. Bitta xotini ham o'sha qiz farzandni ham tug'ib bermadi. Allohning ko'rsatganida Xudo ko'rsatdi uni. Bir o'sha qiz farzandi ham yo'q. Boshqa oilasidan farzandlari yo'q. Farzand yo'q bo'lgani bilan ZAGSi bor, mana shu uyga yashayman deb talashib yotibdi. Koreyada bilasizlar hammanglar. Oylik yaxshi beradi. 1 yil ishlasa odam уже bitta uy olishga imkoni bor, bir xonali bo'lsa ham. Ular 18-yildan beri, 6-8 yildan beri yuribdi. Bir uyi yo'q ekanmish. Boradigan joyi yo'q ekanmish.
man o'zi bo'lsa man haydamadimmi deyapman, kelsa kelavermaydimi deyman, lekin bir so'm pul qo'shmading, saniki emas deb talashmagandim. U nohaq ish qilib o'tiribdi hozirgi kunda. Man bu yerda yig'layotganim, 3 ta bola bilan man bitta tomda yasha olmayman. U yoqqa borib advokatlardan ham so'radim, unisidan so'radim. Haqqi yo'q boshqa xotin bilan kirib yashashga deb sal meni ko'niktirdi, ko'z yoshimni sal tindirdi. 3 kundan beri yig'layapman. Bo'lindi 50% uniki, 50% meniki. Endi shu mumkinmi o'sha bir tomda man bilan kirib yashab, o'sha uylangan xotinini ham olib kirib yashash. Shu bizada davlatda mumkinmi? O'shani sizlardan so'ramoqchiman.